Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozoq Story Time. Biz boshlaymiz. Kuzning rutubatli tongi. Tuman tushgan shahar chekkasidagi 44 maktabning uzun va sovuq yo'lagida Laylo tez-tez yurib borardi. Uning qo'lida darsliklar, egnida oddiygina, lekin o'ziga yarashgan och pushti rangli koftasi bor edi. 23 yoshli Laylo bu maktabda ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlayotganiga endigina 2 yil bo'lgandi. Uning go'zalligi, timqora ko'zlari, uzun kipriklari va doimo ma'yus boquvchi nigohi ko'pchilikning e'tiborini tortardi. Lekin bugun bu e'tibor boshqacha edi. O'qituvchilar xonasiga yaqinlashganda hamkasblari birdan jimib qolishdi. Tarix o'qituvchisi Gulchehra opa Layloga achinib, shu bilan birga qandaydir jirkanish bilan qaradi. "Assalomu alaykum", dedi Laylo sekin. "Va alaykum", dedi kimdir sovuqqina. Laylo joyiga o'tirib daftarlarni tekshirishga kirishdi. Lekin orqadan pichirlashlar eshitilardi. "Eshitdingmi? Rost ekanmi?" "Ha, o'z qulog'im bilan eshitdim. Direktorni o'zi aytdi." Voy sho'rlik. Otasi uchun-da bechora. Qanaqa ota? Hozirgi qizlarga pul kerak. 67 yoshi. Nevarasi tengiku. Layloning yuzi lovullab yondi. U hamma narsani tushundi. Demak, gap allaqachon tarqalibdi. U chiday olmadi. Sumkasini oldi-yu dars boshlanishiga qaramay tashqariga otilib chiqdi. Maktab hovlisida katta qora Malibu turardi. Bu mashina maktab direktori Asadbek Soliyevich'niki edi. 67 yoshli barvasta, sochlari oppoq, lekin qaddi tik, nigohi odamni teshib yuboradigan bu inson butun tumanda xudo edi. Uning gapi qonun, uning xohishi buyruq. Laylo mashinaga qarab ko'z yoshlarini artdi. Uning taqdiri allaqachon shu temir maxluq va uning egasi bilan bog'lanib bo'lgandi. 2 bob, otaning yuragi va $20,000. Hammasi bir oy oldin boshlangandi. Layloning otasi Sobir aka oddiy duradgor edi. Halol, mehnatkash inson. Lekin kutilmaganda infarkt bo'lib qoldi. Shifokorlar hukmi qat'iy edi, zudlik bilan operatsiya kerak. Yurak klapanini almashtirish zarur. Hindistonda qilishadi. Narxi $20,000. Agar bir oy ichida qilinmasa tayyorlanaveringlar. $20,000. Laylo va uning onasi uchun bu astronomik raqam edi. Ular uyni sotuvga qo'yishdi, xaridor chiqmadi, uylari eski, chekka joyda edi. Qarindoshlardan so'rashdi, hammasi yuz o'girdi. Bank kredit bermadi, chunki Layloning maoshi kam edi. Vaqt esa o'tib borardi. Sobir aka kundan kunga solib borardi. Uning har bir nafasi Layloning yuragiga xanjardek botardi. O'sha qora kunda Laylo direktor Asadbek Soliyevich'ning qabuliga kirdi. Maqsadi moddiy yordam so'rash yoki maoshini oldindan olish edi. Keng, hashamatli kabinet. Qimmatbaho charm mebellar. Devorda faxriy yorliqlar. Asadbek Soliyevich stulda o'tirib ko'zoynagini to'g'riladi. U Layloga uzoq tikildi. Bu nigohda shahvat yo'q edi, aksincha qandaydir sovuq hisob-kitob va og'riq bor edi. $20,000, dedi u past ovozda. Katta pul, qizim. Maktab budjetida bunaqa pul yo'q. Laylo yiglab yubordi. Iltimos, domla. Otam olyapti. Nima desangiz qilaman. Butun umr ishlab beraman. Asadbek o'rnidan turdi. Deraza oldiga borib tashqariga qaradi. Nima desam qilasanmi? Ha. Asadbek unga o'girildi. Menga xotin kerak, Laylo. Laylo qotib qoldi. Tushunmadim. Mening xotinim o'tganiga 5 yil bo'ldi. Uyim katta, lekin huvillab yotibdi. Menga uyimga qaraydigan, menga hamroh bo'ladigan, eng asosiysi ishonchli odam kerak. Senga uylanaman. Otangning operatsiyasini to'layman. Uyingni ta'mirlab beraman. Onangni ta'minlayman. Lekin siz men, Laylo gapira olmasdi. Ortada 44 yosh farq bor edi. Bilaman, dedi Asadbek sovuqqonlik bilan. Men cholman. Sen bunchasan. Odamlar gapiradi. Tupurdim odamlarga. Menga ha yoki yo'q degan javob kerak.
Otangning hayoti sening qo'lingda. Laylo o'sha kuni javob bermadi. Uyga bordi. Otasining kokimtir lablariga, onasining yigidan shishgan ko'zlariga qaradi. Va ertasiga Asadbekning oldiga kirib, birgina so'zni aytdi: "Roziman." 3 bob motamli to'y. To'y marosimi Layloning eng qo'rqinchli tushlaridan ham battar o'tdi. Katta to'yxona. Dabdabali dasturxon. Mehmonlar ko'p, Asadbekning o'gaynilari, amaldorlar, boyvachchalar. Laylo oppoq kelin ko'ylagida edi, lekin bu ko'ylak unga kafandek tuyulardi. Uning yuzida girim bo'lsa ham, ko'zlaridagi olik nigohni yashirib bo'lmasdi. Yonida esa 67 yoshli kuyov. Asadbek qimmat kostyumda, o'zini juda dadil tutardi. U Layloning qo'lini ushlab turardi, lekin bu ushlashda mehr emas, mulkdorlik hissiyoti bor edi. Davrada hamma pichirlashardi. Qaranglara, pul nimalarga qodir. Qiz ham anoyi emas ekan, birdan tuzli joyga ilinibdi. Asadbek ham qarimayman deydi-da, Laylo bu gaplarni eshitmaslikka harakat qilardi. U faqat bir narsani o'ylardi: dadam Hindistonga uchib ketdi. Operatsiya ertaga. U yashaydi. Nikoh o'qildi. Domla, mahriga nima so'raysiz deganda Laylo indamadi. Asadbek uning o'rniga javob berdi: Toshkent markazidan 3 xonali uy va mashina. Hamma qoyil qoldi. Laylo esa ichida kuldi. Unga bu narsalarning keragi yo'q edi. U o'zini qurbon qilgandi. Kechqurun ularni Asadbekning uyiga kuzatishdi. Bu shahar chetidagi haqiqiy qasr edi. Baland devorlar, temir darvoza, hovlida favvoralar. Lekin uy sovuq edi. Juda sovuq. Darvozadan kirishganda Laylo galati narsani sezdi. Uyda xizmatkorlar ko'p edi, lekin hamma jim yurardi. Ularning ko'zlarida qo'rquv bor edi. Asadbekning oldingi xotini haqida galati mishmishlar yurardi. U o'z joniga qasd qilganmish yoki kasal bo'lib olganmish. Hech kim aniq bilmasdi. 4 bob yotoqxona eshigi. Tungi soat 23. Oh. Laylo 2-qavatdagi yotoqxonada, karavotning chetida o'tirardi. U hali ham kelin ko'ylagida edi. Yuragi ko'kragini yorib chiqay derdi. Hozir eshik ochiladi va u kiradi. Uning eri. Bobosi tengi odam. Laylo ko'zini yumib, sevgilisi, kursdoshi Sanjarni esladi. Ular ajrashishga majbur bo'lishgandi. Kechir meni, Sanjar. Men otamni tanladim. Eshik tutqichi buraldi. Laylo titrab ketdi. Asadbek kirdi. U kostyumini yechib, oddiy oq ko'ylak va qora shimda edi. U eshikni qulfladi. Laylo nafasini ichiga yutdi. Tamom. Hozir boshlanadi. Asadbek sekin yurib keldi. U Layloga yaqinlashmadi. Karavotning qarshisidagi kresloga o'tirdi. Xonada og'ir sukunat cho'kdi. Laylo yerdan ko'z uzmasdi. Qo'rqyapsanmi? So'radi Asadbek. Ovozi xirillagan, charchagan edi. Menga qara, Laylo. Laylo majburan boshini ko'tardi. Asadbekning ko'zlarida u kutgan narsa, shahvat yo'q edi. Uning ko'zlarida cheksiz qayg'u va jiddiylik bor edi. Asadbek o'rnidan turdi. Cho'ntagidan bir bo'g'lam kalit chiqardi. Kiyimlaringni almashtir. Qulayroq narsa kiy. Laylo hayron qoldi. Nima? Yechin demadim. Kiyimingni almashtir dedim. Jinsi, futbolka bormi? Kiy. Biz boshqa joyga boramiz. Qayerga? Laylo butkul dovdirab qoldi. Axir bugun nikoh kechasi, bilaman, Asadbek achchiq kuldi. Lekin sen o'ylagan narsa bo'lmaydi. Men senga uylanishimdan maqsad to'shak emasdi. Men qari bo'lsam ham hali aqlim joyida. Zorlash niyatim yo'q. Unda nega? Nega menga uylandingiz? Nega shuncha pul sarfladingiz? Asadbek deraza tomon yurdi. Pardani biroz ochib, qorong'u hovliga qaradi. Chunki menga yordamchi kerak. Sir saqlay oladigan, aqlli va majburiyati bor odam kerak edi. Sen to'g'ri kelding.
Otangning hayoti uchun hamma narsaga tayyorligingni ko'rdim. U Layloga ogirildi. Mening bir sirim bor, Laylo. Bu uydagi yopiq eshik ortida mening haqiqiy hayotim yashiringan. Sen menga o'sha yerda kerak bo'lasan. Qanaqa sir? Layloning vujudini qo'rquv va qiziqish qamrab oldi. Asadbek shkafning orqasiga otdi va devordagi yashirin tugmani bosdi. Shkaf sekin surildi. Uning orqasida temir eshik ko'rindi. Yur, dedi Asadbek. Faqat ogohlantiraman, ko'radigan narsang seni dahshatga solishi mumkin. Lekin orqaga yo'l yo'q. Sen endi mening xotinimsan. Laylo qaltiragan qo'llari bilan ko'ylagini almashtirish uchun vannaga kirdi. U tezda oddiy kiyimlarini kiydi. Chiqib Asadbekning orqasidan ergashdi. Ular yashirin eshikdan kirib, pastga, yerto'laga olib boradigan zinapoyadan tusha boshlashdi. Zinapoya oxirida yana bir eshik bor edi. Asadbek kalitni buradi. Ichkaridan galati tovushlar eshitilardi. Xuddi kimdir zanjirni siltayotgandek va ingrayotgandek. Tayyormisan? So'radi Asadbek eshikni ochishdan oldin. Laylo bosh irgadi, garchi oyoqlari bo'ysunmasa ham. Eshik ochildi. Yerto'la yorug' edi. Bu yer oddiy yerto'la emas, balki palataga o'xshatib jihozlangan xona edi. Xonaning burchagida temir karavotda bir yigit yotardi. Uning qo'loyoqlari bog'langan edi. Yigitning yuzi. Laylo qichqirib yubordi va og'zini qo'li bilan yopdi. Bu yigitning yuzi insoniy qiyofasini yo'qotgandi. Terisi ko'kimtir, ko'zlari qonga to'lgan, og'zidan solak oqardi. U xuddi yovvoyi hayvondek Asadbek va Layloga qarab irilladi. Bu kim? Deb so'radi Laylo dahshat ichida. Asadbekning ko'zlaridan yosh qalqidi. Bu mening o'g'lim, dedi u pichirlab. Davron. O'g'lingiz. Axir hamma uni 5 yil oldin Amerikaga ketgan deb o'ylaydi-ku. Ha. Hamma shunday deb o'ylaydi. Lekin u shu yerda. 5 yildan beri. Asadbek Layloga yaqinlashdi. U oddiy kasal emas, Laylo. Uni nimadir egallab olgan. Yoki bu fan bilmaydigan virus. Men uni davolash uchun hamma narsani qildim. Xotinim Davronning onasi shu xonada uning qo'lidan oldi. O'g'lim o'z onasini oldirib qo'ydi. Shundan keyin men uni zanjirband qildim. Laylo devorga suyanib qoldi. Siz mendan nima istaysiz? Men qarib qoldim, Laylo. Kuchim yetmayapti. Menga uni parvarish qilishda, unga dori berishda va agar men olib qolsam, sirni saqlashda yordamchi kerak. Shu payt maxluq Davron birdan tinchlandi. Uning nigohi Layloga qadaldi. Va u birinchi marta insoniy ovozda xirillab gapirdi. Yordam ber, yerto'ladagi og'ir sukunatni zanjirlarning shirq-shirq etgan ovozi buzib turardi. Laylo devorga yopishgancha ko'z oldidagi manzaradan qotib qolgandi. Temir karavotda yotgan maxluq Davron yana bir bor xirilladi. Yordam ber. Uning ko'zlarida o'sha qip-qizil va vahshiy nigoh ortida insoniy iltijo bor edi. U azoblanardi. Asadbek shosha-pisha cho'ntagidan shprits va ampula chiqardi. U hozir yana o'zini yo'qotadi, dedi u qo'llari titrab. Dorining vaqti o'tdi. U o'g'lining yoniga bordi. Davron otasini ko'rib yana irillay boshladi, tishlarini gijirlatdi. U otasidan nafratlanardi. Jim bolam, jim. Hozir yengil bo'ladi. Asadbek chaqqonlik bilan Davronning bo'yniga igna sanchdi. Davronning tanasi bir muddat tipirchiladi, keyin esa bo'shashib, ko'zlari yumildi. U og'ir uyquga ketdi. Asadbek peshonasidagi terni artdi va Layloga o'girildi. Uning yuzi bir necha daqiqa ichida 10 yilga qarigandek edi. Ko'rdingmi? Dedi u og'ir xo'rsinib. Mening oltin qafas imdagi haqiqat shu. Laylo sekin yaqinlashdi. U nima uchun bunday ahvolda? Kasallik dedingiz. Qanaqa kasallik? Asadbek stulga cho'kdi. Bu shunchaki kasallik emas, Laylo. Bu xato. Mening xatom. 6 bob kimyogarning gunohi. Asadbek hikoyasini boshladi.
Sen meni faqat maktab direktori deb bilasan. Lekin yoshligimda men harbiy kimyogar edim. Sovet ittifoqi parchalanishi arafasida biz maxsus loyiha ustida ishlardik. Maqsad insonning jismoniy kuchini va chidamliligini oshiruvchi, qo'rquvni yo'qotuvchi serum yaratish edi. Loyiha. Ittifoq tarqalgach, laboratoriya yopildi. Lekin men aqldan ozgandim. Men bu formulani mukammal deb o'ylardim. Men uni yashirincha olib qoldim. 5 yil oldin Davron avtohalokatga uchradi. U komada edi. Vrachlar umid yo'q deyishdi. Men o'g'limni yo'qotishdan qo'rqdim. Va men o'sha serumni unga yubordim. O'yladimki, bu uning tanasini tiklaydi. Ha, tikladi. U tirildi. Lekin u o'zgardi. Serum uning miyasidagi agressiya markazlarini ishga tushirib yubordi. U kuchli, og'riqni sezmaydigan, lekin boshqarib bo'lmaydigan maxluqqa aylandi. Onasi unga ovqat berayotganda bo'gib qo'ydi. U o'zini bilmasdi. Laylo og'zini qo'li bilan yopdi. Siz o'z o'g'lingizni tajriba quyonchasi qildingizmi? Men uni qutqarmoqchi edim. Asadbek baqirib yubordi, keyin ovozini pasaytirdi. Endi esa men uning quliman. Men unga har kuni maxsus tinchlantiruvchi aralashma tayyorlayman. Agar dori bermasam, u temirni ham uzib chiqadi va kim duch kelsa oldiradi. Nega uni kasalxonaga topshirmadingiz? Topshirolmayman. Agar topshirsam, mening kimligim, nima qilganim ochiladi. Meni qamashadi, Davronni esa laboratoriyada kesib o'rganishadi. U baribir oladi. Men olsam ham unga o'zim qarayman. Asadbek Layloga tikildi. Endi tushundingmi? Men olgunimcha bu sir saqlanish kerak. Sen menga yordam berasan. Kunduzi maktabda, kechasi esa shu yerda. Unga ovqat berasan. Men dori tayyorlayotganimda qarab turasan. Evaziga otang yashaydi, oilang muhtojlik ko'rmaydi. 7 bob 2 xil hayot. Layloning hayoti 2ga bo'lindi. Kunduzi u chiroyli kiyinib Malibuda maktabga borardi. O'qituvchilar unga hasad va nafrat bilan qarashardi. Boyvachcha xonim bo'lib oldi deb g'iybat qilishardi. Laylo esa dars paytida ham xayolida yerto'ladagi zanjirlarni ko'rardi. Kechasi esa u enagaga aylanardi. U Davronga ovqat olib tushardi. Dastlabki kunlarda u juda qo'rqardi. Ovqatni uzoqdan tayoq bilan surib qo'yardi. Lekin vaqt o'tishi bilan u galati narsani sezdi. Asadbek yo'q paytida Davron tinch bo'lardi. Bir kuni Laylo ovqat olib kirganda Davron devorga tikilib o'tirardi. U tirnoqlari bilan devorga rasm chizardi. Laylo yaqinroq bordi. Devorda ayol surati chizilgandi. Bu Layloning surati edi. Juda qo'pol, lekin o'xshash. Davron, dedi Laylo sekin. Davron o'girildi. Uning ko'zlarida o'sha paytda yirtqichlik yo'q edi. Suv, dedi u xirillab. Laylo unga suv tutdi. Davron suvni ichdi va stakanni otib yubormadi. U Layloning qo'liga tegib ketdi. Uning qo'li qaynoq edi. Ket, dedi Davron to'satdan. U kelmasdan ket. Kim? Otangmi? Davron bosh irgadi. U dori bilan meni oldiryapti. Men eslayapman. Hamma narsani eslayapman. Laylo o'ylanib qoldi. Asadbek aytgandi, dori bermasam u vahshiylashadi. Lekin Davronning so'zlari boshqacha edi. Yoki dori uni tinchlantirish o'rniga uning xotirasini va ongini ochirib, aqlsiz maxluqqa aylantirayotgan bo'lsa-chi? Asadbek o'g'lining tuzalishidan emas, balki eslab qolishidan qo'rqayotgan bo'lsa-chi? Laylo Asadbekning kabinetini tintuv qilishga qaror qildi. Bir kuni Asadbek tuman hokimiyatiga majlisga ketganda, Laylo uning seyfini ochishga urindi. Kalit yo'q edi. Lekin u stol tortmasining yashirin tubidan eski kundalikni topdi. Kundalikdagi yozuvlar Layloning taxminini tasdiqladi. 15 oktyabr. Obyekt Davron o'ziga kelyapti. U onasini o'ldirganini eslamayapti, lekin meni ayblayapti. U mening tajribalarimni fosh qilmoqchi. Dozani oshirishim kerak.
U doimiy tuman ichida bo'lishi shart. Agar u tuzalsa, meni oldiradi. Laylo dahshatdan qotib qoldi. Asadbek o'g'lini davolamayapti, u uni ataylab sabzavot holatida ushlab turibdi. Davron qurbon edi. 8 bob devor ortidagi soya. Shu kunlarda Laylo o'zini kimdir kuzatayotganini his qila boshladi. Maktabdan chiqayotganda ko'cha burchagida tanish mashina turardi. Bu Sanjar edi. Sanjar Layloning sobiq yigiti. Ular birga o'qishgan, bir-birini qattiq sevishardi. Laylo otasi uchun Asadbekka turmushga chiqqanida Sanjar ichkilikka berilib ketgandi. Lekin endi u qaytgan edi. Va u juda gazabda edi. Sanjar Layloning baxtsiz ekanini sezardi. U Layloning ko'zlaridagi mungni ko'rardi. O'sha chol uni qiynayapti. Balki urayotgandir. Balki qamab qo'ygandir deb o'ylardi Sanjar. U Asadbekning uyini kuzata boshladi. U tunda Layloning yerto'laga kirib ketayotganini, u yerdan galati tovushlar chiqayotganini bir necha bor ko'rdi. Devorning bir qismi pastroq edi, daraxtga chiqib hovlini ko'rsa bo'lardi. Bir kuni tunda Asadbek va Laylo uxlab yotganida, ular alohida xonalarda yotishardi. Sanjar devordan oshib tushdi. Uning maqsadi Layloni olib qochish edi. Yoki o'sha sirni bilish edi. U yashirincha hovliga tushdi. Yerto'la eshigi qulf edi, lekin ventilyatsiya tuynugi ochiq edi. Sanjar tuynukdan ichkariga qaradi. U zanjirband qilingan maxluqni ko'rdi. Lekin u buni Asadbekning qamab qo'ygan odamish deb o'yladi. Balki Layloning biror qarindoshidir. Sanjar tavakkal qildi. U yerto'la eshigining qulfini buzishga harakat qildi. U chilangar edi, qo'lida asboblari bor edi. Qirs. Qulf eski edi, sinib ochildi. Sanjar ichkariga kirdi. "Ey, kim bor?" dedi u pichirlab. Davron qorong'ulikda boshini ko'tardi. Bugun Asadbek unga dori berishni biroz kechiktirgandi. Shuning uchun Davron uygoq va juda asabiy edi. Sanjar chirogini yoqib Davronning yuziga tutdi. "Voy xudo!" Sanjar orqaga tisarildi. "Sen nimasen?" Davron yorug'likdan gazablanib o'kirib yubordi. U bor kuchi bilan zanjirni tortdi. Zanjirning devorga qotirilgan halqasi ko'p yillik namlikdan zanglagan edi, birdan uzilib ketdi. Maxluq ozod bo'ldi. 9 bob qonli to'qnashuv. Yuqorida o'z xonasida yotgan Laylo pastdan kelgan shovqinni eshitdi. Gumbur-gumbur. U sakrab turdi. Xalatini kiyib yugurib chiqdi. Asadbek ham uyg'ongandi. U qo'lida to'pponcha bilan yo'lakda paydo bo'ldi. "Nima bo'lyapti?" deb baqirdi Asadbek. "Yerto'la", dedi Laylo. Kimdir kirdi shekilli. Ular pastga yugurishdi. Yerto'la eshigi lang ochiq edi. Ichkaridan Sanjarning chinqirigi eshitildi. "Laylo, qoch! Bu yerda shayton bor." Laylo zinadan tushdi va dahshatli manzarani ko'rdi. Davron Sanjarni bo'gib turardi. Sanjar jon talvasasida tipirchilardi. "Davron, to'xta!" deb qichqirdi Laylo. Davron Layloning ovozini eshitib bir zum to'xtadi. U Sanjarni devorga uloqtirdi. Sanjar hushidan ketib yiqildi. Davron Layloga o'girildi. Uning ko'zlari qonga to'lgan, og'zidan ko'pik oqardi. U Layloni tanimayotgandek edi. Shu payt orqadan Asadbek paydo bo'ldi. "Orqaga tisaril, Laylo", deb baqirdi u va Davronga qarata o'q uzdi. Bang! O'q Davronning yelkasiga tegdi. Lekin Davron yiqilmadi. Aksincha, o'g'riq uni battar quturtirdi. U o'kirib otasi tomon tashlandi. Asadbek ikkinchi marta otmoqchi bo'ldi, lekin to'pponcha tiqilib qoldi. Davron Asadbekni yiqitdi. U otasining bo'g'zidan olmoqchi bo'ldi. Asadbek jon holatda baqirdi: "Uko! Laylo, stoldagi ukolni ot. Bo'lmasa hammamizni oldiradi." Laylo stolga qaradi. U yerda tayyorlab qo'yilgan shprits turardi. U shpritsni oldi. Lekin u ikkilanib qoldi. Bir tomonda erini bo'gayotgan, nazoratni yo'qotgan maxluq.
Ikkinchi tomonda oz o'g'lini tajriba qilib, uni ataylab shu holatga solgan zolim ota. Agar Davronni uxlatib qo'ysa, u yana zanjirband qulga aylanadi. Agar Asadbekni qutqarmasa, Asadbek oladi. Sanjar esa burchakda qonab yotibdi. Laylo, xirilladi Asadbek. Tezroq. U meni oldiryapti. Davron Asadbekning bo'ynini qisardi. Asadbekning rangi ko'karib ketdi. Laylo yugurib bordi. Lekin u ignani Davronga emas. U to'xtadi. Davron, deb baqirdi u qattiq ovozda. O'zingga kel. Bu otang. Davronning qo'llari havoda qotib qoldi. U boshini ko'tardi va Layloga qaradi. Layloning ko'zlaridagi yoshni ko'rib, uning miyasida qandaydir chaqmoq chaqdi. Xotira. Ona. Onamni ham shunday boqgandim. Yo'q. Davron Asadbekni qo'yib yubordi. U orqaga tisarilib, boshini devorga urib yiglay boshladi. Men yomonman. Asadbek yo'talib o'rnidan turdi. U darhol yerdagi to'pponchani endi ishlashi mumkin bo'lgan oldi va Davronning boshiga qaratdi. Yo'q. Laylo Asadbekning qo'liga osildi. Otmang. U to'xtadi-ku. U xavfli. U bugun bo'lmasa ertaga baribir meni oldiradi. Men buni tugatishim kerak. Shu payt burchakda yotgan Sanjar ingrab yubordi. Asadbek Sanjarga qaradi. Bu kim? So'radi u gazab bilan. Sening o'ynashingmi? U hamma narsani ko'rdi. Asadbekning nigohi o'zgardi. Endi u nafaqat Davronni, balki Sanjarni ham yo'q qilishni o'ylayotgandi. Guvohlar kerak emas. Laylo tushundiki, haqiqiy maxluq Davron emas, balki Asadbekning o'zi edi. Sanjarga tegmang, dedi Laylo to'pponcha lulusi oldiga turib. Agar unga tegsangiz, hamma siringizni ochaman. Politsiyaga aytaman. Asadbek sovuq jilmaydi. Politsiya. Men bu shaharning xudosiman, qizaloq. Politsiya mening qo'limda. Sen esa sen mening xotinimsan. Agar bu yigit olsa, men buni Davron qildi deyman. Seni esa sherik deb aytaman. Vaziyat boshi berk ko'chaga kirdi. Yerto'lada 4 kishi, zolim direktor, yarador oshiq, yiglayotgan maxluq va tanlov qarshisida turgan Laylo yerto'ladagi vaziyat portlash arafasida edi. Asadbek to'pponchasini burchakda ingrab yotgan Sanjarga togirlagandi. Uning ko'zlarida endi maktab direktori emas, balki o'z siri uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan qotil aks etgandi. Yo'qol ko'zimdan, Laylo, deb o'shqirdi Asadbek. Chetga ot. Bu yigit bugun bu yerdan tirik chiqmaydi. U guvoh. Laylo Sanjarning oldiga tiz cho'kdi va uni quchoqladi. Agar uni oldirsangiz, meni ham oldiring, dedi u yiglab, lekin ovozi qat'iy edi. Men baribir sizning qulingiz bo'lib yashashdan charchadim. Asadbekning barmog'i tepkiga bordi. Ahmoq qiz. O'zing tanlading. Shu payt devor tagida boshini egib o'tirgan Davron boshini ko'tardi. U Layloning meni ham oldiring degan sozini eshitdi. Bu so'z uning xotirasida onasining so'nggi so'zlari bilan uygunlashib ketdi. Onasi ham uni himoya qilib olgandi. Davronning ko'zlaridagi qizillik o'rnini tiniq insoniy gazab egalladi. U endi maxluq emas, u himoyachi edi. Gars. Asadbek o'q uzdi. Lekin o'q Layloga tegmadi. So'nggi soniyada Davron sakrab turib o'zini o'qqa tutdi. O'q uning ko'kragiga tegdi. Lekin u yiqilmadi. Uning tanasi og'riqqa chidamli edi. U o'kirib otasining ustiga tashlandi. Asadbek ikkinchi marta o'q uzishga ulgurmadi. Davron uning qo'lidan to'pponchani urib tushirdi va otasining bo'g'zidan oldi. Davron, men otangman, deb xirilladi Asadbek havoda tipirchilab. Davronning ko'zlaridan yosh oqardi. Sen ota emassan, dedi Davron qiynalib, so'zlarni zo'rga talaffuz qilib. Sen shaytonsan. Davron Asadbekni bor kuchi bilan xonaning narigi burchagidagi kimyoviy moddalar turgan shkafga uloqtirdi. Shkaf qulab tushdi. Shisha idishlar sindi.
Yonuvchan suyuqliklar polga tokildi va singan elektr simlaridan chiqqan uchqun tufayli yerto'la bir zumda olov ichida qoldi. Ombirbob olovli qafas. Yong'in tez tarqalardi. Laylo! Deb baqirdi Davron olov ichidan. Ket! Uni olib ket! Laylo Sanjarni sudrab eshik tomon intildi. Davron, senchi? Yur biz bilan. Davron olov o'rtasida turardi. U qochmoqchi bo'lgan Asadbekni oyogidan ushlab oldi. Men ketolmayman, dedi Davron ma'yus jilmayib, uning yuzi kuyishdan qo'rqinchli tusga kirgandi. Men maxluqman. Menga tashqarida joy yo'q. Lekin u ham chiqmaydi. Asadbek dod solib, o'g'lining qolidan chiqishga urinardi. Qo'yvor. Kuyib olamiz. Biz birga yondik, ota. Endi birga ochamiz, dedi Davron va otasini mahkam quchoqladi. Bu olim quchog'i edi. Laylo yiglab Sanjarni zinapoyadan sudrab olib chiqdi. Ular yashirin eshikdan yotoqxonaga, u yerdan hovliga chiqishdi. Orqada gumburlagan ovoz eshitildi. Yerto'ladagi kimyoviy moddalar portladi. Asadbekning hashamatli qasri larzaga keldi va bir necha daqiqa ichida alanga butun uyni qamrab oldi. 12 bob tongi fosh etish. Ko'chada sirena ovozlari. O't o'chiruvchilar, politsiya, tez yordam. Laylo va Sanjar maysazor ustida xavfsiz joyda o'tirishardi. Sanjarning yarasini bo'glashdi, u tirik qoladi. Politsiya boshlig'i, Asadbekning tanishi, yugurib keldi. Nima bo'ldi? Direktor qani? Laylo o'rnidan turdi. Uning yuzi qurum, ko'ylagi yirtiq, lekin ko'zlarida endi qo'rquv yo'q edi. U qo'ynidan Asadbekning kundaligini, uni Sanjar bilan qochishdan oldin cho'ntagiga solib olgandi, chiqardi. Ular yondilar, dedi Laylo sovuqqonlik bilan. Direktor ham, uning yashirin laboratoriyasi ham. Nima? Qanaqa laboratoriya? Laylo kundalikni boshliqqa uzatdi. O'qing. Bu yerda hamma narsa yozilgan. U o'z o'g'lini qanday qilib tajriba qilgani, qanday qilib maxluqqa aylantirgani. Hammasi shu yerda. Asadbek Soliyevich qahramon emas, u yovuz olim edi. Politsiya boshlig'i kundalikni varaqlab, rangi oqarib ketdi. Bu shunchaki jinoiy ish emas, bu xalqaro rezonans beradigan dahshatli voqea edi. Uyni ochiringlar, deb baqirdi boshliq o't o'chiruvchilarga. Yerto'lani tekshirish kerak. Yong'in o'chirilgach, yerto'ladan 2 kishining jasadi topildi. Ular bir-birini quchoqlagan holda kuyib ketgandi. Ekspertiza va kundalikdagi yozuvlar hammasini tasdiqladi. Butun shahar larzaga keldi. Xudo deb hisoblangan direktor aslida o'z oilasining qotili ekanligi ma'lum bo'ldi. 13 bob epilog. 1 yil o'tib. Shahar chetidagi qabriston. Kuz. Daraxtlar yana sargaygan. Laylo bir qabr oldida turardi. Qabrtoshda shunday yozilgandi: Davron Soliyev. 1995-2024 taqdir qurboni. U qahramon edi. Laylo qabrga qizil atirgul qo'ydi. Tinch yot, Davron, dedi u pichirlab. Sen maxluq emasding. Sening yuraging otangnikidan ko'ra insoniyroq edi. Sen meni va sevgimni qutqarding. Orqadan oyoq tovushi eshitildi. Sanjar keldi. U oqsoqlanib yurardi, o'sha tunda oyogidan ham jarohat olgandi, lekin yuzi nurli edi. U Layloning yelkasidan quchdi. Ketdikmi, Laylo? Ketdik. Ular qabristondan chiqishdi. Laylo endi maktabda ishlamaydi. U psixologiya fakultetiga o'qishga kirdi. U endi odamlarning yopiq eshiklari ortidagi dardlarini tushunishni va ularga yordam berishni xohlaydi. Asadbekning uyi esa buzib tashlandi. Uning o'rniga bolalar maydonchasi qurildi. Lekin odamlar o'sha yerdan o'tayotganda hali ham seskanib qo'yishadi. Go'yo yer ostidan zanjirlarning shirq-shirq etgan ovozi eshitiladigandek. Laylo otasining operatsiyasi muvaffaqiyatli o'tganidan xursand edi. Sobir aka tuzaldi, lekin qizining boshidan o'tganlarni bilgach, o'zini kechirolmay yigladi. Laylo esa otasiga dedi: "Yiglamang, dada. Bu sinov edi. Biz tirikmiz.
Va eng muhimi, biz endi hech qachon birovning quli bo'lmaymiz. Sanjar va Laylo qo'l ushlashib kuzgi xiyobon bo'ylab ketishdi. Ularning oldida uzun va baxtli hayot turardi. Yopiq eshiklar ortida qolgan sir esa endi faqat tarix edi. Tamom.